Xo'p, endi marhuma Nozimani ishga keladigan bo'lsak. Adashmasam plus minus 2 oy oldin Instagramga shunaqa video rolik joylashtirganman. Ya'ni jinoyat bo'lgan joyga katta ehtimol bilan politsiya xodimlari kelmagan deb tushunishimiz kerakmi? Yoki politsiya xodimlari kelgan bo'lsa ham o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshmagan deb tushunishimiz kerakmi? deb turib video rolik joylagan edim. Eng qizig'i bir hafta oldin Dalilus Javohir akaning Telegram kanalida shu mavzuga yaqin gaplar bo'ldi. Ya'ni Javohir aka aytdiki, 3 safardan beri biz sud-med ekspertizaga zaявление tashlayapmiz, lekin 3 safardan beri ertaga bo'ladi, indinga bo'ladi, 10 kundan keyin chiqadi deb turib cho'zib kelishyapti degan fikrni bildirdi. Va shu yerda bir inson Javohir akaga savol berdi. Demak, bloger avazda politsiya bilan tili bir ekanda, bularda hamkorligi bor ekanda degan gapni gapirganda, Javohir aka aytdiki, yo'q dedi, biz bu narsani tili bir ekan deb qo'yishimiz ham xato bo'ladi. Balkim politsiya o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshmagan bo'lsa, ot shuning uchun o'zini aybini berkitish maqsadida bu ishni cho'zayotgan bo'lishi mumkin degan fikrni bildirdi. Va mana kechagi kunga chiqqan ma'lumotga ishonadigan bo'lsak, sud-med ekspertizasi yo'q ekan. Ya'ni marhuma Nozimani ishi Koreyada rasmiylashtirilmagan ekan. Bazada yo'q, xullas bu qiz haqida ma'lumot. Bundan tushunishimiz mumkinki, katta ehtimol bilan haqiqatdan jinoyat bo'lgan joyga politsiya xodimlari kelmagan. Agar politsiya xodimlari kelgan bo'lsa ham, haqiqatdan o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshmagan. Ya'ni, bu yerda migrant ekan, O'zbekistonlik ekan, o'zini osgan durti deb turib, bu narsani jinoiy ish deyishmaganda rasmiylashtirmasdanlar shundaylar yopib borishgan. Ot shuni hisobiga hozirgi kunga kelib, sud-med ekspertizasini ham topib berish olmadi. Kerak bo'lsa marhuma o'zini osgan ro'molini ham topib berish olmadi. Endi nima bo'ladi? Bu ish to'xtab qoladimi degan savolga keladigan bo'lsak, Dalilus Javohir akaning gapiga ishonadigan bo'lsak, Javohir aka aytayaptiki, bu ishni oxirigacha olib boramiz. Ya'ni rezultatini ham ko'rsatamiz. Nima bilan tugaganini sizlarga ko'rsatamiz degan gapni gapirdi. Endi menda shunaqa taxmin bo'lyaptiki, katta ehtimol bilan Koreyada hal bo'lmagan ish O'zbekistonga ko'chiriladi. Agar O'zbekistonga ko'chiriladigan bo'lsa, bizga juda ham katta foyda bo'ladi. Chunki katta ehtimol bilan Koreyada hal bo'lmagan ish O'zbekistonda hal bo'ladi. Mana shu ish haqiqatdan qotillik deb topiladigan bo'lsa, shu qotillikda qo'li bor insonlar jinoiy javobgarlikka tortiladi, kerak bo'lsa qamaladi. Kerak bo'lsa hattoki bloger avaz marhumani nomini qoralagani uchun, kerak bo'lsa marhumani onasini obro'sizlantirgani uchun ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ya'ni katta ehtimol bilan bizni foydamizga bo'lyapti. Faqat bu yerda bitta minus tomoni borki, ozgina vaqt talab qiladi. Ya'ni bu narsa Koreyadan O'zbekistonga ko'chirilib, yana noldan bu ishni o'rganib chiqishib, bu narsani bo'lgan narsalarni po faktu keltirib berib, advokatlar shug'ullanishi uchun ozroq vaqt kerak bo'ladi.